Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, Avtomashina kanaliga xush kelibsiz. Agar siz avtomobillar haqidagi eng so'nggi yangiliklar va batafsil tahlillarni o'tkazib yubormaslikni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchasini bosishni unutmang. Bugungi videomizda 2025 Maruti Suzuki Neo Minibus Finale Revealed Built for Everyday Transport modeli haqida to'liq ma'lumot beramiz. Ushbu yangi mini avtobus kundalik tashuvlar uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, shaharda va qishloq hududlarda samarali xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. 2025 yilgi yangi model zamonaviy dizayn va amaliy funksiyalarni birlashtirgan. Old qismi keng radiator panjarasi va yangilangan faralar bilan jihozlangan bo'lib, tungi harakat paytida aniq yoritishni ta'minlaydi. Kuzov shakli aerodinamik ko'rinishga ega, bu esa yonilg'i samaradorligini oshirishga yordam beradi. Mustahkam shassi va baland klerens tufayli notekis yo'llarda ham barqaror harakatni ta'minlaydi. Dvigatel qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu mini avtobus ishonchli va tejamkor benzin hamda dizel variantlari bilan taqdim etilishi kutilmoqda. O'rtacha hajmdagi 1.2 yoki 1.5 litrli dvigatel shahardagi doimiy qatnovlar uchun yetarli quvvat beradi. Yoqilg'i sarfi iqtisodiy ko'rsatkichlarga ega bo'lib, tijorat maqsadida foydalanayotgan haydovchilar uchun xarajatlarni kamaytiradi. Mexanik uzatmalar qutisi silliq almashinishni ta'minlaydi. Ba'zi bozorlarda esa avtomatik variant ham taklif qilinishi mumkin. Salon qismi keng va qulay qilib yaratilgan. O'rindiqlar yumshoq material bilan qoplangan bo'lib, uzoq masofali safarlarda ham qulaylikni saqlaydi. 10dan 15 nafargacha yo'lovchini sigdira oladigan konfiguratsiya mavjud bo'lishi mumkin. Keng derazalar ichki makonni yorug' va havodor qiladi. Konditsioner tizimi issiq ob-havoda yo'lovchilarga qulay sharoit yaratadi. Haydovchi o'rindig'i ergonomik tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, rul va panel boshqaruvlari qulay joylashtirilgan. Xavfsizlik tizimlari ham e'tibordan. Salon qismi keng va qulay qilib yaratilgan. O'rindiqlar yumshoq material bilan qoplangan bo'lib, uzoq masofali safarlarda ham qulaylikni saqlaydi. 10dan 15 nafargacha yo'lovchini sigdira oladigan konfiguratsiya mavjud bo'lishi mumkin. Keng derazalar ichki makonni yorug' va havodor qiladi. Konditsioner tizimi issiq ob-havoda yo'lovchilarga qulay sharoit yaratadi. Haydovchi o'rindig'i ergonomik tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, rul va panel boshqaruvlari qulay joylashtirilgan. Xavfsizlik tizimlari ham e'tibordan chetda qolmagan. Old va orqa disk tormozlar, ABS tizimi, xavfsizlik kamarlarining mustahkamligi yo'lovchilarni himoya qilishga xizmat qiladi. Mustahkam kuzov konstruksiyasi to'qnashuv vaqtida zarbani kamaytirishga yordam beradi. Orqa ko'rish kamerasi va parktronik sensorlar tor joylarda mashinani boshqarishni osonlashtiradi. Texnologik imkoniyatlar ham zamon talabiga mos. Oddiy, lekin qulay axborot-ko'ngilochar tizim, USB va Bluetooth ulanishi haydovchi va yo'lovchilarga qo'shimcha qulaylik beradi. Raqamli asboblar paneli muhim ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Ba'zi versiyalarda rulda boshqaruv tugmalari ham bo'lishi mumkin. Yuk tashish imkoniyati ham yaxshi o'ylangan. Orqa qismida kichik yukxona mavjud bo'lib, yo'lovchilarning sumkalari yoki kichik yuklar uchun yetarli joy ajratilgan. Tijorat yo'nalishlarida ishlatish uchun mustahkam osma tizim va uzoq muddatli chidamlilik asosiy ustunlik hisoblanadi. Texnik xizmat ko'rsatish oddiy va ehtiyot qismlarining mavjudligi keng tarmoq orqali ta'minlanadi. Narx siyosati ham kundalik transport ehtiyojlariga mos ravishda shakllantirilishi kutilmoqda. Ushbu model kichik biznes egalari, maktab va korxona tashuvlari, shuningdek oilaviy foydalanish uchun ham maqbul variant bo'lib xizmat qiladi. Tejamkorligi, qulayligi va ishonchliligi bilan 2025 yilgi yangi mini avtobus bozorda kuchli raqobat yaratishi mumkin. Umuman olganda, 2025 Maruti Suzuki Neo Minibus kundalik transport uchun amaliy, tejamkor va qulay yechim sifatida namoyon bo'lmoqda. Agar sizga shunday turdagi transport vositalari qiziq bo'lsa, Avtomashina kanalini kuzatishda davom eting. Videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling.